esimda bor. O'sha sho'lalar davrida nihoyatda ko'p ziyolilarni yo'q qildi. Sibirlarga haydaldi. Surgun qilindi. O'ziga boy bo'lgan mustaqil kishilarni ularni ham sen boysan, sen eksploatator deb ularni ham dab qildi. Ularning ko'p qismlari sho'lalar davrida vafot qilib ketdilar, Sibirlarda, yomon joylarda. Hattoki shu Rossiya tuprog'idagi boshqa millatdagi boy kishilarni ham o'ziga mustaqil bo'lgan kishilarni bizning O'zbekistonimizga, Qoraqalpoq, Qirg'iz respublikalariga ham yuborganini guvohi bo'ldik. Bizda ham mana Mayitski degan joyimiz bor. Ruslarning surgun qilinganlari shu yerga kolxoz bo'lib Mayitski nom qo'yildi. Olti Tatar degan joyimiz bor. Marnarlarda ularda Tataristondan kelgan o'sha surgun qilingan, quloq qilinganlar o'sha yerga joylashdilar. Mana bunaqa va atrofimizda nihoyatda ko'p. O'zbekiston o'shalarning hammasini qabul qildi. Hammasini joyladi. Farzandlarni farzandim deb qabul qilib oldi. Qariyalarni otam, onam deb qabul qilib oldi. Momalarni onam, otalarni onam dedi. Yosh farzandlarni, go'daklarni, masalan Toshkentda Shoh Mahmudovlar oilasi qancha kishilarni o'zlariga qabul qilib oldilar. Unaqa misollar nihoyatda ko'p, birodarlar. Mana bugungi kunda endi qadimni eslasak, mening qiblagohim otlari endi Kattaxon to'ra, Muznibiy taqallusi, ham shoir, ham pir, O'rta Osiyoning piri edilar. Xo'p. Dahabetda qo'ymadi u kishini, mana qarang. Havli joylarni 3 ta kishiga, Rossiyadan kelgan kishiga bo'lib berildi. Xo'p. Haligi mayda shunda ro'zg'or asboblari kolxozlashtirildi. 28-yilda mana shu masjidda paranji tashlash bo'ldi. O'shanda Dabitda 12 ta masjid bo'lgan. O'sha 12 ta masjidda joylashgan kitoblar, eski tarixiy ashyolar, liboslar olib kelib mana shu bizning Dabitdagi Maxtum Azam masjidlarining sahnida yoqildi. Hamma Dabitning ahlini paranji tashlashga chaqirdi o'sha joyda. 28-yilda. Kitoblarni uning ustiga tashladi, kuyib ketdi. Dod deb odamlar yig'ladilar. Qiblagohimning tarjimai hollarida o'sha gap bor. Qiblagohim men bir devon tuzgandim, uni ham olib tashladi dedilar. Dod deganlarni shu milisaga o'sha nimalar olib u yoqqa olib ketdilar. O'sha olib ketdilar. Bir xillarni o'sha nima bilan urdilar. Tayoq bilan, qamchi bilan urdilar. Dod deganlarni. Paranji tashlab yig'ladi ayollar, dod dedilar. Mana shuni ko'rgandan keyin, undan keyin men ham dedilar qiblagohim Samarqandga qochdim. İmkonim bo'lmadi, joyimni olib berdi dedilar. Samarqandga turdim dedilar. Ana Samarqandga borgandan keyin ham qo'ymadi. Qarastonot degan joyga Turkmanistonga 5 yil meni qamadi dedilar. Qarastonotga 5 yil qamadi. Ashxobodmi? O'sha ha. Unda 4,5 ming kishi bor ekan. 4,5 ming kishidan 5 yil davomida 4 ming kishi o'lib ketdi dedilar. Nima qilar ekan? Mana qarang. Baliqni pishirib, go'shtini olib ketib, suvini bayna mahbuslarga berar ekan.
Uni ichgandan keyin ko'z ko'r bo'lib topolmay na tualetga borar ekan, na hojatga, na boshqa joyga yiqilib o'sha yerda o'lar ekan. Har kuni avval janoza o'qidik dedilar. Keyin janoza o'qishga vaqt bo'lmadi dedilar. O 20-18 kishini 4 chingilakli kala arava keladidan otadidan hav ana yerga jarga yetib, jarga yumalatdan ustidan turpoq tortib tashlaydi. 1-2 kun mobaynida bayna turpoq mana bunaqa olib turadi deydilar. Nimjon osham qismlar ozmalarni o'shalar bo'lar ekan. 50 kishi biz qoldik dedilar. O'sha 50 kishi ham endi o'lib ketadi dedi-da. Baynagi nimani turmaning boshlig'i bizlarni poyezdga mindirib uylarimizga jo'natib, bor endi sizlar ham o'lib ketasizlar dedilar. Mana bu sho'rolar davrining qilgan ana Qo'shtirnoq ishidagi marhamati bo'lib hisoblanadi. Xo'p, endi mayli kelsinlar. Keldilar. Endi qarang 35-yil keldilar. Hech nima yo'q. Non yo'q, ovqat yo'q. Bu kishini masalan Qashqadaryoga olib ketdi. 20 yil o'sha yerda yashadilar. Endi qarang bir gapga. Biz bilamiz, mana Mosoxonlar ham borgan o'sha yurtlarga tog'liq joy edi. Keyin 50-yil xabar yuboribdi kolxozlarga, Eshon bobo qochsinlar debdilar. Yo'q, qochmayman debdilar. Mening peshonamda shu bo'lsa kelaversin debdilar. Endi baynagi milisalik libosini tashlab, biz Eshon boboga ziyorat boryapmiz debdilar. Bu narsani kiyib debdilar. Narsani kiyib men qochmayman. Hizolar bo'lib, milisa kiyimini kiyib keldilar. Olib kelib Eshon boboni 50-yilda 10 yilga qamadi yana. 72 yoshlarida 10 yilga qamadi. Toshtirmaga yashadilar. Toshkent Toshtirmaga yashadilar. Bilamiz shuni. Bu kishi ketgan mening oyam Samarqandlik hovlilari bor. Mana Qozi Kalon Vastochni guzar deydi. O'sha yerga bir akamiz qoldilar dashkaga, biz bu yerga keldik. Bizga 3 ta nom beradi. Men, oyam, Santal podsho, Xatchaxon, Toyirxon 5 kishiga 3 tagina qog'oz bilan nom beradi. Ertalab Registonga chiqamiz, 2 ta non do'kon bor. Ochilarga sar borib turamiz, bir xila chiqarib yuboradi, yana joyimizga tiqib qo'yadi. 3 ta nonni u kundan bu kunga biz iste'mol qildik. Bizning ko'rganimiz shu mana shu davrda. Ana Mirziyoyev buva rahbar bo'ldilar. Oparin Mirziyoyev buvaga 35 millionlik kishiga rahbarlik qilib turibdilar. Bu hazil emas. Shunday o'ylasangiz, o'sha bir kunda Samarqandga qaysi kuni kelib ketib, yana 4-5 gruppani o'sha Toshkentda qabul qilibdilar. Ovqat qachon yer ekanlar dedim. Ha? Men aytdim, ovqat qachon yer ekanlar? Baynagi gap endi, baynagi. Palon soatdan palon. Mana o'sha bu kishilarning rahbarliklariga tashakkur. Endi yana Qur'onda bir narsa keladiki, Qur'onda podsholar Allohning yerdagi soyasi. Podsholar uning qilma deganini qilmagin, qilgin deganini qilgin degan oyat bor. Bu Qur'onda bor. O'sha Rasulullohning ham hadislari borki, yo'q, sening hukmdoring kim bo'ladi? Qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'sha hukmdorning aytganini qilasan. Shuni aytgan. Qilma deganini qilmaysan. Bu hadis. Mana qarang. Bitta ro'zg'orni bajarishlik bir kishiga baribir muammo. Bugun nimani yer ekanman, erta nimani yer ekanman, nima qilar ekanman. Abu 35 million odamga, momalarga qaragin, otalarga qaragin, mana beva bechoraga qaragin. Mana o'sha nima edi, haligi
kambag'allarga qaragin, haligi majruh kishilar, majruh, nogiron, majruh kishilarga qaraganda ularni etib u yerga ovqatlantirib joylashtir deyilyapti endi masalan. Navoiy Hazrat aytadilarki, Farhod suv chiqardi, tog'ni kesib. Qarang. Hunarni asrabon netkumdir oxir. Olib tuproqqam ketkumdir oxir. Bu Navoiy Hazratniki. Farhod shuni aytib, men shuncha o'qidim. Hunar oldim, kesh tog'ni kesaman endi. Menga Alloh shunday madad berdi. Shu tog'ni kesib endi bu yoqqa suv o'tkazaman dedi-ku. Bu Hazrati Navoiyning falsafasi. Bu Hazrati Navoiyning orzusi edi. Mana Hazrati Navoiyning orzusi mana bugungi kunda amalga oshdi. Hazrati Navoiyning ruhlari ham baribir shod bo'lib turibdi. Baribir Hazrati Navoiyning ham ruhlari shod. Odamiy yersan, qarang. Demagin odamiy. Oni kim yo'q, xalq g'amidimi? G'amir. Navoiy bilan Navoiy Hazratlar. Banda sen kimda odam degan? Xalqni g'amini yeyotganda odam degan. Xalqni g'amini yemayotganda sen odamlarga qo'shma deyilyapti Navoiy. Mana bugungi kunda Xudoga ming qadar shukrki, mana shu yurtimiz tinch, osoyishta. Nonga muhtojligimiz yo'q, ovqatga muhtojligimiz yo'q. Mol dunyoga muhtojligimiz yo'q. Agroatlaringni ishlagin, obod qilgin. Mana hammang biznes bo'lgin, ishlagin. Ishingni qilib, mana pul, mana senga bir nima deyilyapti-ku endi. Berilyapti. Mana bunga albatta men Mirziyoyev boga tashakkur aytaman. Mana yoshlarim, mana shu narsalarni eshitsalar, yoshlar shulardan bir ibrat olsalar. Qarang. Ota-onaning tarbiyasi demak 90% ekanda. Ota-ona shuni mana assalomda aytgan, va alaykum. Birov chaqirsa labbay degan, xo'sh degan deb o'rgatilsa, qolganlari endi maktabdan paydo bo'lyapti. Mana maktabga borganlarim hatto boshida ham assalomu alaykum degan, va alaykum assalom degan yoshlarga nisbatan. Ana yoshlarga qancha bir yengilliklar. O'qishga borasanmi? Mana o'qishga. Yordam senga mana shu deyilyapti, aytaylik. Seni mana bir yillik nimangni to'layapmiz yoki chet mamlakatga borasanmi? Bor. Va o'shanga biz nimangni beramiz. Haligingda davlat tomonidan biz mas'ullikni olamiz deb marhamat qilyaptilar. Albatta yoshlar kelajakning egasi deyaptilar. Yoshlar bizning o'rinbosarlarimiz. Sizlar O'zbekistonni rivojlantirasizlar degan mana o'sha ma'ruzalarda, yig'ilishlarda qayta aytyaptilar. Qayta. Mana bir fermer opalarimizni qarang, ularni bir mukofotlayaptilar. U kishilarga medallar beryaptilar, u kishilarga rahmat. Tunon bitta kishi, 63 ga kirgan kishi, Mavruza opami, men endi institutga kiraman deyapti. Ben institutni bitirolmadim. Endi men institutga kirib tayyorlanyapman deb televizorda shuni aytib qoldilar. Qarang, 63 ga kirgan momo institutga kirib oliy ma'lumot olaman deyaptilar. Mana bu yurtimizdagi omonlik, bu yurtimizdagi albatta tinchlikning dalolati bo'lib hisoblanadi. Non mana Xudoga shukr bemalol, yashashlik bemalol. İşlagin, to'g'ri yurgin, to'g'ri turgin, to'g'ri gapirgin deyilyapti yo'lda. Bu o'sha hatto shu Hazrati Amir Temur degan vasiyatnomalari bolalariga, ey bolalar, to'g'ri yur, to'g'ri tur, to'g'ri gapir. O'shanda sening obro'ying ziyod bo'ladi deyilgan. Ana mana shu to'g'ri yur, to'g'ri gapirdi. Mirziyoyev bu hozir amalga oshiribdilar-ku. Mana shunday qil, shunday qil. Bu yerda sekret gap yo'q. Shuni sen javob berasan. Boshqa sen shunga javob ber. Ana yoshlarni vakilini qilib qo'ydilar mahallaga. Ota haligi nima? Onalarning boshlig'ini qilib qo'ydilar mahallaga. Yordamchi berdilar haligi
Nimaga? Ha, hokimning muovinlari berdilar. Endi mahallaga ham bana kirib chiqish uchun alohida shtatlar berdilar-ku. Mana bunga albatta ofarin deyish kerak. Bunga tashakkur etish kerak. Albatta umrlari uzoq bo'lsin. Baribir sog' bo'lib xalqimizni ana shu muvaffaqiyat sari yetaklovchi posbon rahbar bo'lib turishlarini men Allohdan baribir tilayman. Hammamiz shuni balalarimizga ham shu gaplarni o'qtirishimiz kerak baribir. Ha, yoshlikda. Shuning uchun ota-ona ro'zg'orda bir namuna bo'lish kerak ekan. Namuna bo'lish kerakki, otam falon vaqt namoz o'qirdi, yoki masalan bir duo qilardi, yo otam qo'l betlari mana bunaqa yuvardi, yoki bizga nimani taom yesang qo'limizni yuvib kelgin degan gaplarni bizga aytadi deb bolalar esidan chiqmay ekan. Bolalarning esidan chiqmasa. Mana qancha sizga hikoyatni aytdim. Bu 50 70 yillik gap-ku bu. Kechagi gap emas bu. Ana shu gaplar mana xayoldan mahkamlanib, mehlanib qolar ekan, birodarlar. Mana keyingi davrdagi gaplar prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshliq u kishining qilayotgan ishlarini mana o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Hamma sohaga bu kishi e'tibor berdilar. Dingami, obodonchilikami, oshnochilikami, to'g'ri yurishmi, to'g'ri turishmi, balani tarbiyalash, lekin hammaning xonadonida ma'murchilik bo'lsin degan gaplarni qilyaptilar. Albatta mana biz yuqorida aytdikki, o'sha podsho Allohning yerdagi soyasi. Qarang, hazil emas. Ana shu oyatning mazmuni hozir haqiqatda ham ro'yobga chiqdi. Endi mana keyingi davrlarda qarang. Agar O'zbekistonda bir narsani nazar qilsak, 7000 ta aziz avliyo bor ekan O'zbekistonda. Mana bu ro'yxatda bor. 7000 ta. Endi qarang. Mayli o'rgilay ziyorat qilamiz chet mamlakatlarda, Makkalarga boramiz. U joylarda bunchalik Rasulning qabrlari, soliyali izomlarning qabrlarini ziyorat qilamiz, lekin boshqa bunday ulug' joylarda da ziyorat qilinishga imkon ham yo'q edi. Yo'q, bari nimasi yo'q. Hammasi O'zbekistonda. Shunda payg'ambarimiz Me'rojga chiqqanlarida ikkita chiroqni ko'rsatdi Alloh. Bitta chiroq bu yoqda yonib turibdi, bitta chiroq bu yoqda yonib turibdi. Kirib malaikalarga aytdilarki, Allohdan so'ra, Alloh pardaning narog'ida. Bu chiroq nima edimi? Nima kerak edi menga dedilar. Sen rasul bo'lar ekansan. Sen islom dinini boshlab berar ekansan. Mana bu Makkaning chirog'i. Bu chiroq kimning chirog'i? Bu chiroq Buxoroning chirog'i. Sening dining Buxoroda rivoj topadi. Mana bu o'sha Me'rojning gapi. Dining Buxoroda ana. Haqiqatda ham mana tarixga nazar qilsangiz, hamma ulug' zotlarning hammalari O'zbekistonda. Hech bir joyda bunaqa ziyoratgohlar yo'q. 7000 ta ziyorat. Mana David masjidimiz obod bo'ldi. Mana qayerda qancha masjidlarimiz obod bo'ldi, ziyolar, masalan, yangi masjidlar qurildi, aytaylik. Mana shu ishlar ham baribir amalga oshirildi. Shavkat Mirziyoyevga katta rahmat deyman men. Chunki bu kishi diniy diyonatni ham davom ettiryaptilar. Sen o'zing o'sha islom dinidamisan? O'shani davom ettir. Mana chegaralar ochilyapti. Chegara mahkam. Ota o'ladi, bola kelolmaydi, bola o'ladi, ota kelolmaydi. Mana hozir qayerga boring? 5 ta 6 ta respublikaning mashina Toshkentda, mana Samarqandda yuribdi, hamma chegaralar ham ochildi. Bu ham kimning martabasi, kimning xizmati? Bu ham Shavkat Mirziyoyev prezidentimizning xizmatlari. Bu o'sha kishining adolatona
adolatli hukmdorliklarining natijasi bo'lib hisoblanadi albatta. Mana o İmam Buxoriga qarang. Mana endi qarang, ana shu İmam Buxoriy nima bo'lar ekan? 10 marta bo'lsa ham keladilar, 5 marta bo'lsa ham keladilarda. Endi markaz hajga boruvchilar oldin İmam Buxoriyga kelib, ana shu yerdan Makkaga ketayotganlar. Bu nima gap? Ba'zi Toshkentda diniy haligi akademiyaning ochilishi masalan yomon bo'lmayapti-ku. Mana o'sha dinga nisbatan ham Shavkat Mirziyoyev prezidentimizning bu xizmatlari bo'lib hisoblanadi. Bu kishi mening fikrim mana butun menga Tojikistondan nimalar keldi. Bir vaqtda o'tgan nimalarda mana shu yo'llar ochilgandan keyin yig'ladi besallar mana shu yerda 2 masofa 3 masofa. Bunday zamonda otamiz ham o'zimiz ham ko'rmadik dedi. Bunga shu inson bor dedi. Bunga shukr qilishimiz kerak dedi. Mana dedi. Biz Samarqandga og'aynimizga kelganimiz yo'q dedi. Falon og'aynimiz o'ldi, men kelganim yo'q. Bu yerda odam o'ldi, bular borgan yo'q dedi, chegara Makka. Hozir mana kunda o'tabering deb, ular mana shu yerda o'tirib, soyada yig'lashdi o'sha bobolar ham kelgan ekan, momonlar ham kelgan ekan. Shular bilan men suhbat qildim. Rahmat. O'zbekistonda hozir dini diyonatga e'tibor qilgan mamlakat yagona dedi. Yagona dedi. Mana ularning va'dasi shu. Men shuni quloqim bilan eshitdim. Mana shu Temirxonlar ham shuni quloqlari bilan eshitdilar, shu yerda eshitdilar. Ha. Masalan, mana qabrlarda obod qilin deyaptilar. Mana qabristonlarda obod qilgin deyaptilar. Masalan, bunga tartib qo'ying deyaptilar. O'shalarga masalan mana yashil manzil deb deyilib. Men Tunon Qashqadaryo tomonga o'tdim. Hayron qoldim Musoqon. Odamlar ko'chada daraxt yigib sug'orib yotibdi. Mana shilanka bilan. Buni kim qilyapti? Buni Mirziyoyev qilyapti. Siz bilan biz uchun qilyapti shuni. Shular yaxshi yashasin, O'zbekiston gullab yashasin. Bu mening farzandlarim deb mana necha men o'shaning ma'ruzalariga eshitdim. Sizlar mening farzandlarim. Sen qizimsan. Sen o'g'limsan. Bayna kasalliklar bolalarni borib, yelkasini o'qalab qo'yayaptilar. Kasal bolalarni ular yig'layapti. Men paloniga kiraman. Bo'ldi. Men senga aytaman, shu ishga kirasan deb yelkasiga urib qo'yaptilar. Rahbarlik shudir derdi. Mana qariya bobolarga boryaptilar, masalan aytaylik. Ular bechoralar yig'layapti, qariya bobolar borib ko'ryaptilar o'sha. Tasaddufan bir go'zallarga borib, uylariga kiryaptilar. Bittasi bu yoqqa yo'q, men mana kirayman. Mana bu masjidga meni olib borqani, meni bu muzeyga olib borqani, meni mana bu texnikumga olib borqani. Shu uyda bir ikkita qariyaga kirityaptilar. Buni kim qilyapti? Buni Shavkat Mirziyoyev prezidentimiz qilyaptilar. Men mana bir kam 90 yoshga kirdim. Nonlarga sal bo'ldik, ovqatlarga sal bo'ldik. Bir olim kishilarni qamadi, uni yo'q qildi. Sibirga hammasi o'lib ketdi bechoralar. Endi bu gap yo'q-ku. Endi bu gapga Xudoga qillar shukrku. Hayla namozingni o'qi, ro'zangni tut da mehnat qil. Mana bu yerga g'alla ekkin, mana bu yerga kartoshka ekkin, mana bu ag'alotingni obod qilgin deb qo'yyaptilar. Men senga deyapti Alloh, ya'ni bandaga. Shuncha noz ne'matni hosil qildim. Bularning hammasi jannatda edi. Bu dunyoga chiqardim. Kim uchun chiqardim? Sen uchun chiqardim. Ana endi shularni sen o'zing parvarishlagin, hayotingda qo'llagin, yeginda, ichginda menga tasanno aytgin deyapti-da Qur'onda. Endi o'zing rivojlantir buni deyapti-da. Mana uni o'sha deb qarasak bo'lmaydi-da. Hayda o'zimlarga qarang qanday bo'lyapti masalan. Shunga bir parvarish qilib qaralganlikdan bo'ladi-da. Men kelgan odamga mana dashlardan odam kelib bo'lsa, sen nima g'alla ekdingmi? Ha, ekdim. Daraxt yegansanmi? Daraxt ekdim, bolam. Ama bolalar yeydi. Mayli, yaxshimi, yomonmi? O'zingda bo'lsin. O'zing odamning o'zida bo'lganda odamning ko'zi ham to'yar ekan. Bolalar yopishmasa kelam. Buni
marhamati shunday ekanda o'sha mevachani. Qancha beva bechalarni yurolmayapti, arava etib beryaptilar. Qarang. Qancha ro'zg'orda balasi yo'q, o'g'li qizi yo'q otalarni borib aniga tarbiyat qilyaptilar bu. Uni kim qilyapti? Bu kishining rahnamoligida qilinyapti. O'sha odamlar baribir bu kishi haqlarida baribir duo qiladilar. O kishilarning umrlariga umr tilaydilar. Men ham mana 5 vaqt namozda umrlarini uzoq qil Alloh. Shunday sening soyangmi? Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev bu. Sening soyang ekanlar, o'sha soyani sen qo'riqla deyapman. Shunga himoyat qilin deyapman. Bu kishi sening aytganingni qilyaptilar-ku deb ko'zimdan yosh chiqib ketadi.